qiyomat kuni mahshargohga farishtalar to'sar ekan. Ha yo'l bo'lsin. Men jannatga nimaga? Namoyi a'molimni o'ng qo'limdan berdi. Hali bu yerda senga omonat qilib berilganlar bor. Shular rozi bo'lsa keyin jannatga kirasan der ekan. Qarasa jannatning eshigida boyagi odamning xotini, qizlari turibdi ekan. Xotini aytar ekan: "Yo Parvardigor, o'zingga hamd va sanolar bo'lsin. Meni dunyoda shunday iymonli insonga nikohimni qo'shding. Shu inson bilan birga yashabman, seni tanidim, payg'ambarni tanidim, savob gunohni tanidim, halol haromni tanidim. Menga xiyonat qilmadi. Farzandlarimni ham tilini la ilaha illalloh bilan chiqardi. Hurmatimni joyiga qo'ydi. Parvardigor, men erimdan roziman. Qizlar bu yerda turib, Parvardigor, ota-onamdan rozimiz. Bizlarni dunyoga keltirib chiroyli tarbiyalab, oxiri o'ziga o'xshagan bir iymonli odamlarga nikohga berdi. Borgan joyimizda ham xunnat ko'rdik. Xudoy taolo aytar ekanki, bu bandamni oila a'zolari bilan jannatimga kirgizinglar der ekan. O'sha odam butun oilasini boshlab jannatga kirar ekan.